Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Men Mahbub Afzal, Afzal Healthcare firmasi rahbari bo'lib ishlayman. Bugun biz bilan Madina opa juda ham yaqin qadrdon bo'lib qolganlar. Sababi 2016 Max klinikaga pochtani prisatka qilish uchun Hindistonga yo'l olib kelgandilar. Ya'ni 10 yil avval 15 sentyabr transplantatsiya bo'lgandilar va 10 yil bo'ldi. Opaga har doim sog'lik, salomatlik tilayman. Haligacha mana yangi pochka qo'ydirganlar va 10 yildan beri bemalol o'sha pochka bilan yuryaptilar. Men o'sha payt talaba edim, o'sha payt ishni boshlagandim va opa bilan birinchi tanishib, o'sha payt operatsiya qildirgandim va hali ham esimda. Opa ham baribir har doim shuni gapirib turadilar. Men uchun juda ham qanaqadir yaqin va qadrdon bo'lganlar. Juda ko'p bir-biriga yordam berdik o'sha payt va 10 yildan beri opa doim men bilan aloqada bo'lib turibdilar. Va yaqinda mana yana yangi muammo bilan opaga duch keldi va juda ham qiyin vaziyatda Hindistonga yana kelishga to'g'ri keldi. Men O'zbekistonda edim, hali ham esimda. Telefon bo'ldi. Opa aytdilar, "Qattasiz?" O'sha kun men kechqurun uchishim kerak edi, reys bor edi. Men hayron bo'ldim, nimaga shunaqa opa so'rayaptilar. "Hozir siz qatta bo'lsangiz, vodiyda bo'lsangiz, o'sha joyga boraman" dedilar. "Siz bilan ko'rishmasam bo'lmaydi." Keyin mayli opa, endi men o'yladim, balki shunday ko'rishmoqchilar, lekin opa aytdilar, "Yo'q, ko'rishib hammasini aytaman" dedilar. Keyin airportda ko'rishdik. Mana men uchayotgandim, ko'rishib, keyin opa tushuntirib berdilar. Shunaqa qanaqadir tuxumdonda va yana batkada onkologический bor deb tashxis qo'yildi. Opa endi tushunchiliga tushdilar va endi chunki birinchi 10 yil avval Hindistonda yangi hayot desam ham mubolag'a bo'lmaydi, yangi hayot bilan qaytganlar, o'zi Hindistondan shifo topib ketganlar. O'shaning uchun mayda juda nima muammo bo'lsa, saraz Hindistonga kim yordam bergani bo'lsa, o'sha xayolga keladi. Chunki baribir shu yerdan shifo topib ketganlar. Xullas, mana ko'rishdik, gaplashdik, doktor bilan murojaat qildik va opa keldilar. Keyin kelib kesalar umuman siy olmayotgandilar, siyishga juda qiynalayotgandilar. Qorinda suv bor edi, juda ham qattalashib ketganda bu juda ham qiyin vaziyat edi. Juda har bir yarim soat, bir soatda hojatxonaga kirib chiqayotgandilar. Keyin doktorga ko'rsatdik. Doktorlar aytdilar, "Buni sirad operatsiya qilib bo'lmaydi" dedilar. Birinchi lecheniya qilish kerak, ya'ni 3 ta kemoterapiyani olib, kasallik ozgina murakkabroq va ozgina rivojlanib ketgan deb aytdilar. Birinchi lecheniya qilib, uni kechaytiramiz, kamaytiramiz va keyin ikkinchi etapda operatsiya qilamiz. Chunki endi opa oldindan pochka prisatka bo'lganlar. Endi hamma kemoterapiya va boshqa narsa ham to'g'ri kelmaydi. U nagruzka pochkaga beradi. O'zi oldindan transplantatsiya bo'lganlar. Lekin Xudoga shukr, doktor Parvinjan nazoratda 3 ta kemoterapiyani oldilar. Keyin yaqinda doktor yana bo'lib keldilar. Doktor aytdilar, "Endi vaqt to'g'ri keldi. Endi sizning analizlar va kasallik ham ancha kechaytirilgan holda, ancha yaxshi holatga tushdi. Endi operatsiya qildirsiz bo'ladi." Keyin biz doktor Arun Kumar Giri mana Akash klinikada jarroh bo'lib ishlaydilar. Bularga murojaat qildik. Keyin doktor ko'rdilar. Bular ham aytdilar, bularning oddiy emas deb aytdilar. Chunki oldin transplantatsiya bo'lganlar, endi pochka prisatka bo'lgan bo'lsa, yana bu operatsiya kichkina operatsiya emas, katta murakkab operatsiya. Xudoga shukr, mana hammasini hisobga olganda nefrolog bilan maslahat qilgan holda operatsiya qilindi. Opa operatsiyadan keyin bir kun reanimatsiyada qoldilar. Keyin 5 kun palatada qolib, mehmonxonaga javob berdi. Endi ertaga o'zi vatanga qaytyaptilar. Hammasi joyida, hammasi yaxshi. Endi birinchi doktor Arun Kumar Giridan opaning operatsiya qanaqa nima bo'ldi bilamiz. Keyin opa bizga to'liq mana bu 10 yillik qanaqadir bu qanday tushuntirib bersam bo'ladi. Bu 10 yillik safar opa qanday mana birgalikda biz yutdik desak mubolag'a bo'lmaydi. Ketma-ket shuncha katta murakkab operatsiya 10 yildan keyin bu operatsiyani ham yosh katta bo'lsalar ham
chiroyli ko'tara oldilar, hammasi yaxshi, chunki hamma narsa qanday hisobga olib qilish kerak bo'lsa shunday qilindi va hamma narsa ko'ngildek bo'ldi. Endi opa soppoq sog'lar, o'zi vatanga qaytyaptilar, hammasi yaxshi joyda. Good afternoon. I am Dr. Arun Kumar Giri, Director and Head Surgical Oncology and Robotic Surgery at Akash Healthcare Super Specialty Hospital, New Delhi. So I'm happy to treat Ms. Madina. She is a renal transplant recipient way back in 2016. Unfortunately, she was diagnosed with the carcinoma ovary this year only, which presented in stage 3, omental metastases along with the ovarian mass, and ascites was there. She was taken to a medical oncologist where 3 cycles of neoadjuvant chemotherapy was given. After the chemotherapy, we have planned to perform surgical oncological resection, that is cytoreductive surgery, where we remove the uterus, the ovaries, the omentum, the peritoneum, and the lymph nodes. So her case was little unusual as the recipient kidney itself is in the pelvis, which is the site of ovarian carcinoma itself. The anatomy is distorted and the surgery becomes more challenging and difficult. We were fortunate that we were able to remove the ovary, the uterus, along with all the other parts of the abdomen which needs to be removed, including omentum, para-aortic and pelvic lymph nodes, saving the kidney, the neoaerator and the blood supply to the neo kidney. And we were successful in treating her well. She is now recovered completely and she is going back home. I wish her all the best. Thank you. Mana Dr. Arun Kumar Giri opaning holati hammasini chiroyli tushuntirib berdilar. Birinchi chunki transplantatsiya bo'lganlar 2016 va undan keyin mana tuxumdagi onkologisk sababdan yana u matkaga, bachadonga ham qanaqadir u kasallik ketgan va limfalar ham bor edi. Hammasini saqlagan holatda pochkani saqlab birinchi kemoterapiya berib, uni joyiga tushirib, keyin mana operatsiyani murakkab operatsiya edi. Baribir biz uchun juda ham chunki baribir transplantatsiya bo'lganlar hammasini hisobga olib qildik va pochkaga nagruzka bermasdan pochkani saqlagan holatda operatsiya qildik va hattoki qovurg'a, ya'ni siydik to'playdigan joyni ham qanaqadir egallaganda o'shani ham hammasini nazoratga olib, hisobga olib, chiroyli qilib qildik. Muvaffaqiyatli o'tdi operatsiya va hammasi joyida. Keyinchalik opaning holati ham hammasi yaxshilandi, tiklandi, hammasi joyida. Endi o'z vataniga qaytyaptilar va opaga sog'lik, salomatlik doktor tilayaptilar. Avvalambor hech qachon sizlar kasal bo'lmay, opa o'zingizni tanishtirib, mana bu jarayon endi men bilan qanday tanishdingiz? Chunki baribir ko'pchilikga qiziq bo'ladi, chunki 10 yil avvalning bu opa, 10 yildan keyin qarang, yer dumaloq deyiladi-ku. Mana 10 yildan keyin qaytib qarang, endi baribir u paytda qanaqadir sizga xizmat ko'rsatilgan yoki qanaqadir endi Mahbuba Afzal haqida taassurotingiz qanaqa? Endi baribir 10 yil ichida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi va undan keyin yana endi duch keldi, keyin yana murojaat qildingiz. Qanaqa u paytdagi ham va hozirgi paytda ham 10 yil avval 10 yil ichidagi o'zgarishlarni ham chunki bizni ko'pchilik kuzatadi, oldin va hozirgi to'liq hammasini ozgina tushuncha bersiz, keyin oxirida To'lqin aka siz ham ozgina biz bo'yicha mana bu to'liq jarayon va bizning servislar, xizmatlar va bunga o'xshagan kasallarga tavsiyangiz ham albatta bizni ko'pchilik kuzatadi, ko'pchilik uchun bu ko'mak bo'ladi va endi kimdirni boshqani tanlab olish mumkin, lekin to'g'ridan to'g'ri lecheniya olib bo'lish juda katta rol o'ynaydi. O'sha bo'yicha baribir siz opa 2 marotaba mana bu boshda o'tkazdingiz. Bizga qanaqa nima boshdan hammasini ozgina oldinning tushuncha bersiz va hozirgi qaysi holatda oxirgi payt kelgandingiz va mana shuncha marotaba operatsiya o'tkazib soppoq sog' bo'lib o'z vataniga qaytyapsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirib ozgina gapirib berasiz. Assalom. Yaxshimisizlar? Men 2016-yil 15-sentyabrda pochka persevka bo'lganman. Maksda menga Masha Mahmuz Afzal yordam berganlar. 10 yil oldin Mahfuz Afzal bilan tanishganmiz. Yer dumaloq ekan, yana o'sha yordam berishdi. Alhamdulillah. Ota-onasiga rahmat. Alloh rozi bo'lsin yigitdan. Mana shu yana kasallik bo'yicha, onkologik kasallik bo'yicha keldim. Yana Mahfuz Afzal yordam berdi.
Operatsiyalardan a'lo darajada chiqdik. Alhamdulillah, doktorga ham rahmat. Hozirgi kunda juda ham yaxshiman. O'z vatanimga inshaalloh ertaga ketishga harakatim qilyapman. Xudo xohlasa. Avvalo Maqbul Afzal manam vrachga kattadan katta rahmat aytaman. To'lqin aka, sizda qanaqa qo'rquv bor edi? Siz ham baribir ikkilandingiz, sabab har xil klinikalarni izladingiz. Chunki bu oddiy emas-ku. Masalan, oldindan pochka пересадка bo'lganlar. Shu bo'yicha ozgina sizda ham operatsiyadan keyin ham mana operatsion stolda ham nimadir bo'lish mumkin va 50 ga 50 degan gap ham bor edi. Ya'ni 50 ga 50. Shu bo'yicha ham endi hech kimni yomonlash maqsad emas, umumiy, chunki opaning holati shunaqa edi. O'shaning uchun hech kim ishonch bilan masalan garantiya ham bermayotganda, endi biz hech kimni yomonlamoqchi emasmiz. Endi opa bo'yicha sizda qanaqa, o'sha bo'yicha ozgina tushuncha bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana shu 10 yil vaqt bo'ldi, Mahbub bilan tanishganmiz bizlar. Bu vaqtda student edi Mahbub. U 2016-yil bilan hozir 25-yil oralig'ida, 10 yil oralig'ida ko'p o'zgarishlar bo'lgan. Mana Mahbub o'z ustida ishlab, mana O'zbekistonga borib, kelib, doktorlarni taklif qilib, ishlab, mana buni har doim kuzatib kelganman. Internetda kanaliga olinganman. Mana shuni qilib 10 yil mobaynida shu ayolimni holatidan men o'zim kontroldaman. Har yili bir marta Hindistonga olib kelib, to'lig'icha tashxislarni o'tkazib, laboratoriya analizlar chiqqandan keyin doktorlarga kirib, nima topshiriq bergan bo'lsa, o'sha topshiriq bo'yicha biz yashab kelyapmiz. Allohga behisob shukr, alhamdulillah, mana ayolim ikkinchi operatsiyadan ham muvaffaqiyatli o'tdi. Rahmat mana shu tashkillashtirganlarga, Mahbub Afzal kompaniyasiga, doktorlarga katta rahmat. 10 yilga nisbatan ancha o'zgarishlar bo'lgan. Mana Mahbub Afzal tashkillashtiribdi, xursandman. Aeroportdan kutib oladi sizni. Mehmonxonani oldindan brom, xohlagan xonangizni brom qiladi sizni nimangizga qarab. O'sha mehmonxonalar bor, tashkillashtirilgan. Aeroportdan mehmonxonaga, mehmonxonadan bolnitsaga, bolnitsadan mehmonxonaga ham bepul mashinalar qo'yilgan. Servis a'lo darajada. Mana 2-3 marta kelishim, hech qanaqangi ochiqcha gap so'zlarsiz bizni soat nechligidan qat'iy nazar kutib oladi, olib keladi, joylashtiradi, doktorlarga olib yuradi. Butun jamoasiga katta rahmat. Mana shu kechani kecha demay, kunduz demay ishlagani uchun. Keyin bu ayolim to'g'risida bu ikkinchi kasallikda o'zi aniqlangandan keyin O'zbekistonda ayrim joylarga borib ko'rdik. Пересадка pochka bilan bo'lgan holatda qilishga hammasi ikkilanishdi. Keyin men o'zim ham ikkilandim, chunki ikkilanishganing sababi doktorlarda ham ikkilanish juda katta bo'ldi. Chunki пересадка pochka o'zi bitta pochka turibdi. Agar mabodo bu pochkaga ham nimadir bo'lib qolsa, keyin yana pochka topish kerak. Yana operatsiya qilish kerak. Xullas, shunaqangi ikkilanish bo'lgandan keyin men ayolim bilan maslahatlashib Mahbub Afzalga telefon qilsak, o'sha kuni telefon qilgan kunimiz Hindistonga qaytayotgandan keyin ko'rishib nimalarimizni berdik. Keyin doktorlar bilan gaplashib, keling opa, muammo yo'q. Alloh xohlasa buni inshaalloh biz bartaraf etamiz dedi. Mana keldik biz. Keyin aytdiki, bu sal og'irroq jarayon, ximioterapiya olishimizni buyurishdi doktor Parvin. Doktor Parvinning nazoratida ximioterapiyalarni oldik. Ximioterapiyalarni tugatib, Mahbub Afzal jamoasi yana Toshkentga bordikda, biz yana Parvinga, bularga ko'rishdik. Doktor aytdiki, endi siz tayyorsiz jarrohlikka, taklif qilishdi. Biz yana keldik. Yana analizlar hammasini ko'rib chiqishib, operatsiyaga butun jamoasi bilan maslahatlashib
og'ir operatsiya, lekin biz inshaalloh uddalaymiz deb va'da berishdi. Biz ikkilanish shunda ancha yengillashdi. Lekin operatsiyaga kirgandan keyin 5,5 soat davom etdi. 5,5 soatda men 5,5 yil kutganday kutdim. Chunki shunaqa hayajon, chiqmay qolsa nima bo'ladi degan hayajon bilan 5,5 soatda xushxabarni eshitdim. Mahbubni o'zi ham shu yerda turdi, jamoasi turdi. Operatsiya tugagandan keyin nimaga reanimatsiya xonaga olgandan keyin Mahbub bizni meni olib borib, ko'rishtirib, holatini ko'rsatib, men o'zimga keldim. Bularga katta rahmat. Mana bir sutka o'sha jonlantirish bo'limida shuncha iltimos qildimki, ertalabgacha men o'zim ham o'sha yonida bo'lishga katta rahmat. O'zi mumkin emas narsa, lekin bular o'shani ham uddalashdi. Katta rahmat. O'zim birga bo'lib palataga olib o'tib, mana inshaalloh mana bugun mana 8-9 kun hammasi joyiga keldi. Inshaalloh ertaga vatanimizga qaytamiz. Bu Mahbub Afzalni mana 10 yildan beri taniyman. Agar mabodo mana shunaqa qanaqa kasallik bo'yicha ikkilanishlar bo'lsa, boshqa bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri murojaat qilaveringlar. Chunki bu yigitni men 10 yildan beri taniyman. 10 yildan beri faoliyatini ham kuzatib boraman. Mana bu yana bitta isboti bo'ldi. Ayniqsa mana shu og'ir kasalda ham Allohning yordami bilan bular uddaladi. Sababchi bular. Bular hammasi Allohdan, lekin bular sababchi. Chunki men O'zbekistonda juda ham qattiq ikkilangan edim. Chunki O'zbekistonda doktorlar ikkilangandan keyin men o'zim ham qattiqroq ikkilanib qolgan edim-da. Alhamdulillah keldik, kimyoterapiya oldik, operatsiyadan keyin holat xirurg, onkolog xirurgga katta rahmat. Doktor Parvinga katta rahmat. Mahbub Afzalni jamoasiga katta rahmat. Bularning jamoasida yosh yigitcha bor. U Mahmuz, katta rahmat Mahmuzga, Dostonga katta rahmat. Soat 24:07 bular aloqada. Mana shuningdan xursandman. Chunki boshqa nimalarda, klinikalarda bu qattiq muammolarga duch kelganmiz. Boshida mana bizni aldab pullarimizni ham olib qo'yishgan, to'lovlarni ham ko'p qildirishgan, boshqa ko'p muammolarga uchraganmiz. Alhamdulillah, rahmat hammasiga, butun jamoalaringizga, bundan keyin ham nimalaringizga omad. Katta rahmat, xursandmiz. Sizlardan minnatdormiz. Doktorga katta rahmat, jamoamizga katta rahmat. Rahmat katta. Mana To'lqin akadan ham eshitdik qanaqa nima va bizga ko'pchilik juda ko'p bitta savol beradi. Transplantatsiyadan keyin necha yil yashaymiz degan savol beradi. Mana yonimda o'tiribdilar Madina opa, 10 yil avval pochka пересадка bo'lgan va soppoq sog'lar. Pochka bo'yicha hech qanaqa muammo bo'lgan yo'q. Chunki opa o'zini qanaqadir ehtiyot qilib yuradilar, doktor aytgan narsani qilib turadilar. O'shaning uchun mana haligacha hech qanaqa muammo yo'q. Boshqa muammo uchun opa kelgandilar, u pochka пересадка bo'lganini ham hisobga olib, undan ham yangab, ya'ni yutib endi o'zi vatanga qaytyaptilar. O'shaning uchun пересадка bo'lganlar ham Xudo bergan umr hamma yashaydi. Juda har xil 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil uzoqqa bo'lmaydi degan ko'pchilikda bunaqa bor. Hammasi Allohdan. Endi 10 yil bo'ldi, soppoq sog'lar, pochka bo'yicha hech qanaqa muammo yo'q. Nima deysiz пересадка bo'lganlarga? Yoki bo'ladiganlarga? Iloyim bo'lmasin. To'ppa-to'g'ri. Kasal bo'lmasin hech kim. Lekin menga 10 yil bo'ldi. Alhamdulillah sog'lom opam odamday yuribman. Xudoga shukr. Menga bergan pochka bergan opam ham sog'lom. Hech narsa qilmagan opamga ham. Ikkalamiz ham sog'-sog'lomat yuribmiz. Pochka bo'yicha hech qachon muammo yo'q. 10 yil. Alloh xohlasa, Xudo xohlasa yana
50 yil yashashga so'z beraman ha. so'rayman. Endi hammasi Allohdan, Allohdan. lekin baribir yashashga intilish bo'lish Intilish. kerak, kurash kerak. O'sha. Rahmat Rahmat. katta. Thank you so much, sir. Thank you so much.